Assalomu alaykum qarindoshlar. Kun tartibdagi yana bir tema saylam. Sizdan so'rab baqsam, bugungacha adil bir saylam bo'ldimi? Buningdan keyin adil saylam bo'lamdi. Siz saylamni qanday tushunasiz? Saylam va millat vakillarini saylash qanday bo'lishi kerak? Bo'libmi, Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz saylamning nimaligini bak omdan bilish kerak. Nəhayət yaxşı düşünüş kerak deb o'ylayman. Ammo ödəkki suv juqmagandek Turkiyadagi qarindoshlarımızğımı siyosiy saylam jihatlarda hech qanday bir narsa juqmagandek qiladi. Millat vakillari qanday bo'lishi kerak? Toki hozirgacha sizning oldingizga bir millat vakili kelib, "Men sana vakil bo'laman. Sening diyammayotganlaringni, sening datlaringni men vakil bo'lib xalq olamga, siyosiy organlarga anglataman" deb biroz keldimi? Millat vakili bo'lgan odam shu millatning vakili degan gap. Vakil bo'lib so'zlaydi, vakil bo'lib ish qiladi, vakil bo'lib oldiga chiqadi degan gap. Biroq na afsuski, hozirgacha bo'layotgan saylamlarning hammasi xuddi o'z tashkiloti ichida oila boshlig'i saylagandek bir saylam bo'layotdi. Dunyoning har qanday bir yerida saylam bo'lishdan burun nomzodlikqa ko'rsatilgan har bir millat vakili, har bir rais nomzodlari mayli shu vakilni, shu raisni saylasin, saylamasin, bir so'z verib, bir va'da verib, agar meni saylasanglar, men sizlar uchun manda ishlarni qilib beraman. Meni saylasanglar, buningdan keyingi Uyg'ur siyosatida manda o'zgarish bo'ladi. Meni saylasanglar, buningdan keyingi siyosatlarda manda qolayliklar yuz berdi. Muhojiratdagi Uyg'urlarning texi siyosiy panohligi qabul bo'lmaganlarning ishlariga manda yordamlarda bo'laman. Yoki bo'lmasa bir shaklda biz o'g'irlashtirib biz yordam qilamiz, bizning tashkilot yordam qiladi degan shaklda bir va'da berib, bir vizion ko'rsatib, bir yo'l xaritasi ko'rsatib, uningdan keyin saylamga qatnashib, millat vakili bo'lamdi, rais bo'lamdi, har turli saylamlarga qatnashib, o'zining alohidligini, o'zining ortiqchiligini, nima ish qila oladiganligini xalqqa bildirib turib, meni saylasanglar, xalqim, men sizlar uchun manda ish qilib berman, sizlar uchun manda so'zlayman, sizlar uchun anda qilaman, indigenous qilavatmayman, yovvoyi odam qilavatmayman, qabila qilavatmayman deb turib, manchilik vaqt ichida yoki 1 yil, yoki 2 yil, yoki 3 yil ichida biz Uyg'ur davorimizni to'g'ri shaklda butun dunyoga anglatib, Uyg'ur davosini ilgari bostiraman degan shaklda minish kerak. 10 euro bermasang Uyg'urlik isboti chiqarib bermayman deb turib, bizga qanday vakil bo'la oladi? Bizga qanday rais bo'lib, bizning da'volarimizni, bizning zulmlarimizni qanday to'g'ri shaklda anglatib, qanday bir siyosiy yo'l orqali bizning hurligimizni qo'g'day oladi? Uyg'urlarning raisini saylashga to'g'ri kelganda, u saylagan raisingiz siz uchun nima ish qilib bera oladi? Sizni qabila odami qilib etamdi yoki zulm chekayotgan bir musofir Uyg'ur qilamdi? Xalqning orasiga cho'kmagan bir rais hech qanday bir vaqtda xalqning ko'nglidagidek rais bo'lolmaydi. Bu nihoyat aniq, nihoyat keskin bir kesilib ketgan ishlar. Agar xalqning esida qoladigan, tarix betiga yoziladigan bir rais bo'lishni xohlasangiz, xalq ichiga cho'kib, xalqning dardini anglab turib, shu shaklda yo'l tuting. Va saylangandan keyin agar Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi bo'lsangiz, qurultay ichiga o'zingizning odamlarini to'shqizmay, har bir tashkilotdan 2dan 3dan vakil ilib, bir qurultay qilib, hamma xalqning dardini, hamma xalqning ovozini anglaydigan shaklda bir yo'l tutinglar va bergan shu so'zinglarda turishinglarni umid qilaman.